Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Erkin Vet kanali. Bugun Granny'dan 2 kun qochish challenge. Kanalımıza ketdik. Birinchi kun. Kanalımıza ketdik. Let's go. Eshikni ochamiz. Pastga tushamiz. Birinchi bo'lib Granny'ga qaraymiz. Granny yo'q. Eshik yopiq ekan. Hech kim yo'q bu yoqda. Granny kelyapti. Vay. Five minutes later. Videoga like bosib qo'yamiz. Ikkinchi kun boshlandi. Let's go. Ketdik. Eshikni ochamiz. Bu eshikni ochib olib yopamiz. Narsa izlaymiz. Yo'lda hech narsa yo'q. Xonaga kiramiz. Pastga tushamiz. Eshikni mana bu yerda usi bor ekan, uni oldik. Tepaga chiqamiz. Do you want to play hide and seek? Xonaga o'tamiz. Joyimizga qaytib o'zimiz xonamizga qaytib olamiz. Xonaga Granny orqamdan kelyapti. O'tiramiz. Chiqamiz. Eshikni ochamiz. Qaraymiz. Xonaga o'tamiz. Eshikni yopib qo'yamiz. Va narsa izlaymiz. Bu yerlarda hech narsa yo'q va kalt topdim do'stlar. Kalt. Endi mashinaga boramiz. Va shu joyda Granny. Videoni shu joyga chiqargan bo'lsalaring obuna